Onasining orzulari uchun qurbon bo'lgan qiz yoxud 300 ta tanlovi g'olibi bo'lgan tirik qo'g'irchoq. Gap shundaki, AQShda tug'ilgan Eydin Wood bolaligida tirik qo'g'irchoq sifatida dunyoga tanilgan edi. U hali juda kichik yoshidayoq onasi tomonidan go'zallik tanlovlari, reklama va teleko'rsatuvlarga olib chiqila boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Eydin 6 yoshga to'lguncha 300 dan ortiq bolalar go'zallik tanlovida g'olib chiqqan. U Toddlers Tyres shousining eng mashhur yulduzlaridan biriga aylangan. Biroq bu yorqin obraz ortida og'ir bosim, charchoq va bolalikdan mahrum hayot yashiringan edi. Aytilishicha, qizcha doimiy suratga olishlar, mashg'ulotlar va tanlovlar sabab deyarli dam ololmagan. Uning sahnada quvnoq ko'rinish uchun esa hatto energetik ichimliklar va qahva berilgani aytiladi. Sobiq agenti keyinchalik bu hayotning qorong'u tomonlarini ochib bergan kitob ham yozgan. Eng qiziq tomoni shundaki, Eydin 6 yoshida ilk bor onasiga qarshi chiqib, endi tanlovlarda qatnashishni istamasligini aytgan. Shundan so'ng u oddiy hayotga qaytib, maktabda o'qigan, san'at va sport bilan shug'ullangan. Bugungi kunda esa Eydin yana ommaviy hayotga qaytgan, ammo bu safar o'z xohishi bilan u model sifatida faoliyat yuritmoqda va kelajak rejalar ustida ishlayotgani aytilmoqda. Bir paytlar butun dunyo qo'g'irchoq qiz deb tanigan bola bugun o'z hayotini o'zi tanlashga urinayotgan yosh qizga aylangan. Sizningcha bolalarni juda erta mashhurlikka olib chiqish to'g'rimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.